Oho, balalar kaptı. Merhaba ballarım, tamam pişti. Arslan. Okay. Okay. Böyle işin bulmadı, şimdi sağlanıp gitti. Yerim bizden burada. Oturay. Oturun, ne buldu? Çakırsam bulmam desini. Ya. Hadi. Böyle klasik. Tol xubsarlik qilmay chiqdi. Ha. Amına. Xapiringa. Arslan. Gire. Kör. Bugün bek. Stur kösteciyoruz. Ben nasıl? Ben senin sizga rasmini chiqar dedim balam. Ben mevsimlik imtihan neticeni chiqaryapman. Ha. Xudo xizmat qilamiz. Yo'q, nima? Yo'q. Ekrem Axturay. Ekrem Axturay. Hop. Amsa chiqar. Sezib turibman, xo'sh qilib. Ya Allah Arslan, ya Allah Arslan. Sen neyim qilasan bulay? Bir pandiki natijam bu 70 yuqori emaskan bu. Ha? Qarab baqa. Açan shundaq darsda yaxshi. Nimani so'rasang san deb bermaydi. Ufqon qarg'ina, ufqonga nimasini qilmaydi ekansan. Ufqonga yana azroq bir musiqa o'tamdi, bir til o'tib qo'ysak, butun maktabni oldiga o'tib ketadi bola. Uf. Ertadan kesh topni orqada chepib o'milab yurgan. Ya bir kiyiming saq emas, ya bir oyiqing. Qanday oldi ke bolam? Chiqamagan. Dadam oldidimi qo'y, yuzimni qo'ymadim mening. Abla, o'qiydingizmi? Voy, uxlabsizmi? Voy, bugun topshiriqni bekchiqdiq, endi ishlab bo'ldim. Har sabah dadam komandirlikdan qachon qaytib kelgan? Dirabdan keyin yo'q deyman. Shuni qilaman. Nima deydi? Ma'lum bana dadamiz maktabga balaga yoziqchilik bilan adabiyot to'g'riliq leksiya so'zlab bera olaman, so'rab bergan deganti. Yaxshi ekan bu. Dadam chuqur qo'shildi. Ma'lumot berib qo'ymadan komandirib ketgan, kelganda boqaydi. Ha, ma'qul. Bunisi erta kunduz dadamizga telefon qilib bergan. Yo'q, telefon qilmagan. Nasıl oldu falan çıktı. Ma'qul. Ay Shadiya, Arslan Ufqonga natijasi kuni to'ylab ketadi. Bunda bo'laversa, to'liq sizni bittiray deb qoldi, to'liq o'ttirib chiqqan yetishmaydi. O'ziga bak aqlliq bo'lmasa, bu tirishmayotsa qanday qilamiz qizim? Shuncha Shadiya, siz ko'proq vaqt chiqarib Ufqonga bir yordam qiling, ashuna natijasi yuqori ko'tarilsin. Voy, opam menga yordam qilganda. Nima Siz o'zingizmi bilasiz, u mening gapimni anglamasa, men o'rgatib qo'ysam, o'zing ishini qilib yursa, bunda o'rgatganning foydasi yo'q-da. Rost.
Men yordam qilay desam, texi ijtimoiy fanni qilalig'im bilan tabiiy fanni men qilolmasam, qanday qilamiz? Beshimni tishim qetib ketib kitobda. Opa? Ya bunisi Arslan'a aile o'qituvchisi teklif qilib turandik ya. Men gapim bo'ldiki. To'g'ri. Yat odam dars o'rgatsa, siz uni aytilgandek aytilavermaydi. Lekin Shadiya, hozir unda oila o'qituvchisini yugurib chiqib topqili bo'lmaydi. Oila o'qituvchisi cho'qim sapoliq bo'lishi kerak. Bodan bo'lgan bo'lsa, u al-og'inlardan surishtirib bo'lsin topoliq edi. Udurkaga odamga bizni taklif qilib qo'ysa, qanday kashti kelib vaqt o'tkazib pulni og'in. Ishchidan ko'yinib bir narsa o'rgatmaydi. Hey, o'g'ushim. Ya bunisi Ekber akam bilan maslahatlashib qolmisiz ya? Ekber akam bekchiq odamlarni tunuydi. Cho'qim tepilib qolamiki. To'g'ri, buning ismi kim bo'lganda shunday qildi. Ush. Vaqt bir berib qopda bugun telefon qilmay, atgan men telefon qilay. Jib yaxshi bo'ldi. Bo'ldi qizim, sizni chiqib ma'qul bo'ldi. Xo'sh. Aka. Anlayın xabarlar. Nima xabar? Sen başta hoş xabarni olamsan yoki shum xabarni? Shum xabarni. Mana ku. Ba'zida sening yetib uxlab o'ynaydigan kunlaring oxirlashgan bo'ldi. Nishqa? Nima sababi? Dan xush xabar. Ha, bo'pti, xush xabar buni olib qo'y. Xush xabar bo'lsa, opamning oila o'qituvchisini teklif qilib turgan bo'ldi. Ha? Va to'ladan qo'rqatmana. Buni xush xabar onda? Yo, mantiq amma opam bilan qachon chiqishni qilib chiqdi. Bu xush xabar emasmi? Qanday qilaman? Mashg'ulsan oila ishni qolmasa. Va uni bir dema fikam. Buni so'rash ketimda. Tefkam. Arslanning natijasi yomon tuvallab ketib bordi. Shomish ilg'or Arslanga bir oila o'qituvchisi taklif qilib beraymikin deb bir necha aloqalashsam tez muvofiq ko'rdim. Shu sizning bir aloqalaringizdan yangi singillari bo'lamdi, oliy maktabda o'qiyotgan bo'lsin bo'ladi. Ha. Menimcha eng yaxshi o'g'illar bo'lsin Juma Akbarjon. Arslanni bilsiz emasmi? Hamda qizlar kasabishadi, uni bo'za ketib darsini o'rganmay. Ular yaxshi. Shundaqdimi uning umriga tuzukroq o'tayldayman u. Musiq dars beryotdi. Ha. Ma'qul fikam amsa rahmat sizni avar qilgan bo'ldim. Yo'qab ketmay, o'ylay kaptiro. Akangizni topib ketingizni qilib qo'ydi. Ma'qul rahmat. Xo'sh. Var. Bir xush xabar olamsan. Nima? Apamning o'g'li sana olim o'qituvchisi taklif bergan. Nima? Shikma? Voy yo'q, ishimizga bir o'qituvchini. Mana deling bo'lsa bo'ldi. Fikam desam berdik. Nima qilmoqchiman? Nijo, akang gipi kesawa hargiz yandatmaysa. Cho'qqin ketkizdingiz. Ne?
Nima olingiz yaxshimi? Muzaffar akam shuna? Ha, ana shu. Akbarjon sizlarni uning adresini deb qo'ygan, oila sizdan. Ha. Voy, kiring, afkam. Sizni saqlab qolibmizmi? Qani, kiring. Shadiya, Allah qizim. Siz bir choy demlang. Jon qizim. Siz qaysi maktabda o'qiyapsiz? Mashinjon universitetida o'qigan, matematika fakultetida. Ha, deb yaxshi. O'qishingiz bitdimi yo? Kelajak. Burun oila o'qituvchilik qilib boqqanmi, tunji qilganmi? Men oliy maktabga kirgan 10-yildan ishlab oila o'qituvchilik qilib kelayotgan. Men dars o'qigan bolalar. Ha, baba, Arslan Ulg'ar. Ha, buzala balam. Balmonlarni ko'rishinglar. Şefkim. Bu çoğulum Arslan. Sultanlık Zöptür Mektebi'ni bitirdim. Ilgar başlangıçının 3. yıllıkını bitirdim. Bulupmuş Arslan'ın matematikasını bekirek ve yardım kısın Zöptür Kefkim. Buldu, ansırmağım. Hatırcan bulamadı. Jigitler, tekrar başlandı. Bir çay içeceksin. Hoş bulduk. Zöptür. Avval bu 3. sonda o'zaro ko'paytganda oldi bilan oldingi ichki sonni o'zaro ko'paytirib, yoki bo'lmasa keyingi ichki sonni ko'paytirib chiqqanda bularning natijasi o'zgarmaydi. Sizlar cho'qim Malum ki kim bilir Osman da. Ben bir kez kullanmadım mı? Ay. Canım kitap dersi kalkıp kandırmamı. Şimdi o ders ötmeyle kolaylı da keçirken yine. Bak bir baştakları. Vay ahmak fıkan, bir ayın açta kısan çini kanmandı. Ne yaptın aklımı? Yunağı, malum neyim sorsa, biz seni okumayım deyip duralım. Tamam. Ben böyle amal ki. Ben birden diken, sana şehret kısam kara. Sen çıkıp kız sıkkın kahveden öpker. Tamam. Hamzastık geçtik ha. valla tamam. Ay kilaz var. Bugün ders başlandı. Başlayalım. Ha, yaxshi. Amsi kitabingni aylanglar. Matematik kitabingni. Senden ta'limni so'rab boqay. Ta'limini eshitib bilamsan? Ha? Ta'limini. Xumayib kelmadimi? Bo'lsa? Manjon. Akap, stiqbek, kimdi? Nasıl keldinglar? Qiraka. Faqat matematik qizg'amay qira. Umumanға başqa bir pəllərin müzakirə qısınız mundur. To'g'ri, adabiyot. Fukam. Qiziqmasanlama matematik deganning pallashida eng asosiy fan. Bu fan o'rganmasanlamaydi.
onu bilme aka. Lekin beş konu bırakla ağzı tıkınılmaydı. Oho, to'g'ri. Ve böyle ensirme aka. O matematik yenersin aldıma günlersen bu. Ukam, men biror ishda ansirmay o'tma. Ansirayotgan opam. Matematik natijam ko'ngligidek chiqmabdi. Ukamga qahvasi qiziq kasal turibchi. Ense soğukçı birden aranıyorlar ya. Ecem uykum geldi. Kolaydı. Kolayca. Hey, yengege malımına kanarak ya. Ve onun bir demeyine. Ben buzganın bilmekle almadım. Ama bir kadını ders tutapaklar. Bu undamazdı. Bu ekber pek yakışı gidendi bu. Şengen tağıt kiyik etmaptı. Bari. Aynı mudda. Assalomu alaykum. Hacer. Dersinin vaktimiz yok. Yakışı gün ola. Bugun fizikada dars qiziqlar. Tarihten koyayım oğlum. Doğru. Tarixda bu Ondan tarix kitobini oldim. Bak kitap ketmeydi o. Şu. Kitob ketmaydi? Ha? Hammasini ketadi. Sınava ko. Ali mekteplik görmüşsünüz. Chaqchaqimni Arslan. O çakçakımdım malım. Malım diye vağı okuyucunun gibini red kılmaydı. Bari. Aynı mudda. Bakmış bir qatim deb beray sizlarga. Oliy maktab hayoti intan erkin bo'ladi. Tabuniga vaqtlan bulam da. Darsni sirtqi vaqtlarda bo'ladi. Jep yaxshi. Cho'qim shu vaqtlardan sen foydalanib kitobni jiq o'qishing kerak. Lekin o'ysin bular. O'zingni darsni sirt faoliyatlarda erkin o'ynasan bo'ladi. Qachonmi oliy maktab chiqaman? Hozirdan boshlab siz bosh darslarni chang tutib yaxshi o'rgansanglar, cho'qim chiqsizlar. Ular fizik kitobini o'ynanglar. Ajib uyqum kelib Hey bola mal ne? Ketdi yapar. Ketdi? Ha. Pek boldur ketipti o. Dersini tüketip alıp gitti. Tora şunda yakışı ötken teyip baldur ketti. Ne Arslan? Senço kandarak ötti? Düşüneldin bilan? Düşendim. Embek yaxşıcılık. Çandım şunda yakışı ötti. Bo'pti. Tushunganli bo'lsanglar. Tura. Chiqib birdan televizor ko'ra olaman, sizlar tomoqni hazır tayyor qilib beray, bilan. Aman papa. Yes. Afkon degan qolari qo'yibsizlar. Ha oldu. Degan qaysi bilan takrar qilinadi? Sen terbiye. Ha? Tora. Öyle. Tarbiyani takror qilsa qilmaydi. Degan sizlarga matematik kerak qiray. O'tab qaysi darsga keldinglar? Humayun Cumaka. Ben şu. Ota-onani ishni Humayun Cumaka. o'yna. Onaman keldingmi? O bunu tek baldı. Tora.
Bu ketdi bu ishim. Bundan Süleyman baştan ketib ya. Aka, siz musiqa qilamisiz? Ya, o'zing chalaman. Gitarchi. Gitarim chalaman. Gitar chalaman. Gitar. Chalanmayman. Oldu tamamız mı? Acaba bu ketdi burada qo'ychi. Niye oldu peki? Aslında kısmı biliyordu. Voy, Baxtiyor, chiqmayapsiz bu? Bola ranjitib qo'ydimi? Ben rastını etsem bu neç günün uyanı bana işlemegende. En yaxşısı ulanın kızıkını vereyli. Ben qaytib qalay. Voy, bu Baxtiyor. Yaxshi, nasıl kız? Bek sig'indi. Boyu sıpta yani bu lan. Kim bu? Ekberjon tepaga oila o'qitish sistemi Arslan bil ilg'ar ranjitib mog'zibdi hozir. Aile kutusu. Arslan ilg'ar, ne chiqaman? Arslan ilg'ar bo'lma. Ya Allah, ya Allah. Aram bir Ekberjon oila o'qitish tepagan daha shuni zeriktirib yo'liq soldi ashkisi. Qayma ayaqdan kep bo'lsam, ayaqdan menga qaynab bermay. Bu chiroyli gaping bo'lsa danla. Qizlar shilmas quyunla. Voy, başkasını. Balam, apa degan to'g'ri. Biz sizlarni yaxshi o'rgan so'ng bilimlik bo'lsin deb alaydan oyliqlik taklif qilgan. Bilimlik o'zar, bilimsiz to'zar degan gap bor. Sizlar yaxshi o'qib, yaxshi natijaga erishsanglar, men sizlarni sayohat qilib chiqaman. Qandaq? Dadam yazdi. Dadam yazdi. Yashay. Qirg'on sirkib qopnapa. Lan. Bularga ota-ona ma'lumganda, bolalarga bir hafta, yettida, liqida bir narsasi qo'shiladi degan to'g'ri. Nima qiliq bu? Nechta qildiman? Ha? Qo'yg'imi, Ulkar mahsulotni setib ola olasiz.